Assalomu alaykum akalar. Oldimda turgan bu bahaybat Kia Carnival 1100 kilometr yuradi desam ishonasizlarmi akalar? Ha, ishonaveringlar. Xudo xolasa hozir batafsil bir boshdan barcha texnik xarakterlarini aytib o'taman. Mashinamiz 2025-yil 6-oy 13-kuni ishlab chiqarilgan. 171 kilometr probegda mashina patsalafan holatda turibdi. Zavoddan to'g'ri nomer taqqan olib borilgan va bu yoqdan nomer taqib olib to'g'ri parkovkaga kelgan mashina. Umuman ayblar yo'q, ketnolar yo'q. 2025-yil Hay limuzin premium paketda 9 o'rindiqlik. 3-4 kun oldin Hyundai Staria tashlagandik kanalga. Ko'pchilik akalar 9 o'rindiqliklarga ishqiboz bo'lgani uchun mashinani yana undan tashqari Kia Carnivaldan tashlang deyishgan ekan. O'sha akalarni talablariga binoan yaxshilab o'tirib olsanglar, xudo xolasa ichlarini ham ko'rsatib, hamma tarafdan o'tib ko'rsatib beraman mashinani. Xo'p akalar, buni motoriga yomon ishqiboz bo'lganman. Buni motori to'g'risi gap вообще zo'r motor, ekonomichniy hisoblanadi. Motor 1.6 turbo 4 ta silindrlik plus 54 kilovatli litiy batareya plus gibrid motorda, ya'ni elektr bilan benzin aralash ishlaydi. Xo'p, o'sha ikkalasi hisoblanganda 242 ot kuchga ega. Xo'p, yana nima? Bakiga aytadigan bo'lsam, baki 19 gallon deb yozilgan, ya'ni bu amerikanskiy hisobda aytilgan. 19 gallon bu litrga hisoblasak taxminan 72 litr atrofida bo'ladi. Xo'p, rasxodiga keladigan bo'lsak, shahar ichida 6,5-7 ta ichadi, trassada 5,5-6,5 taga to'g'ri keladi. O'rta hisobda 6,5 ta ichadi deb hisoblagan taqdirimizda ham, hop 72 litr benzin bilan 1150 km yuradi. Endi albatta bu narsa sizga qanaqa minishingizga bog'liq, yo'lda holatiga ham bog'liq. O'shanga buni inobatga olib qo'yishimiz kerak. Carnival bir narsani aytib qo'yaman. Kia Carnival o'zining saytida aytgan, 87 benzindan yuqori bo'lgan, ya'ni 87 oktandan yuqori bo'lgan benzinni hammasi ketaveradi bu mashinalarga. Hop 91, 92, 95, 98, 100 ham zo'r ketadi bularga. Hop akalar, mashinani to'g'risi gap maqtab sotish emas, haqiqatan ham bu puliga yarasha sizlar kutgan ideal komfortni bemalol bera oladi deb ayta olaman, ishonch bilan, chunki haqiqatan ham ichlari juda ham premium holatda, hozir ishlarini ham alohida ko'rsataman akalar. Hop, birinchi mashinani bu yoqqa o'tib ko'rsatdi. To'g'risi mashina mandakliklarini ko'rishingiz mumkin. Hop, tepasi bagajligi, chunki bagajligi O'zbekistonga juda ham zo'r ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham yangi holatda, joy to'g'riligi uchun. Olib chiqa olmadim. Oldidagi mashinani kaliti yo'q ekan, o'shanga tashqariga olib chiqib ko'rsatmoqchi edim. Mana yondan ko'ringlar bitta. Akalar, ishonaveringlar. Uzoq yo'llarga, oilaviy, katta safarlarga juda ham zo'r mashina. Mashinaning hali salohiyalari ham olinmagan, borib ko'ringlar. Orqadagi o'rindiqlarni yotqizib qo'yishibdi. Orqadagi manuni ham yotqizib turib, qo'lni 2 kishi bemalol uxlasa ham bo'ladi. Hozir 2 ta o'rindiq bu yoqda, 3 ta o'rindiq o'rtada, yana 3 ta o'rindiq orqada. Hop, boshqa hisoblaganda 9 ta to'g'ri keladi-da. Hop. Mashinani ichlari shu holatda akalar. Ko'rishingiz mumkin. Вообще salonda hidlari ham ketmagan hali. Ishonaveringlar bor. Mashina oldidan chiqib ko'ramiz. Bismillah. Akalar, ko'rib turibsizlar. Mashinamiz start stop bilan yonadi. O'sha mashina yondi. Xo'p, aytib o'tadigan bo'lsam, endi akalar, yangi mashinani ichi haqiqatan ideal holatda bo'ladi. Konditsionerlar o'zi avtomatik yonib ketdi. 오늘은 비 예보가 있습니다. Xo'sh, hatto 안전운전하세요. skorost salafanlari ham olinmagan. Hamma joyda patsalafan. Bu yoqda suvni isitadigan, sovutadigan joylari bor. Avtohold bor. Hop, skorost mandaqa chiqadi, bilsanglar. Hop. Qulaylik, hamma qulayliklar bor. To'g'risi gap, bittadan sanab aytadigan bo'lsam, to'g'risi video cho'zilib, sizlarning ham yuraginglarni siqmay, o'shanga orqada aytgancha monitor ham bor. Ko'rsatib bera olmadim. Ko'rishingiz mumkin. Hop, yana nima? Bu yoqdan ushlab chiqiladigan joylari bor akalar. Tepalarida aytganimdek monitor, LG monitor qo'ygan ekan. Tepasida lyuki ochiladi. Mana sideniyalar ham polni 360 gradusga aylanadi. Hop, yana nima? Mashinaning rangi haqiqatan zo'r rangda ekan. Oq bilan mana bej aralashgan rangda. Hop, orqadagi salafanlari ham olinmagan hali. Aytayman, mashina minilmagan. Shu holatda akalar. Xudo xolasa mashinamiz umuman aybi yo'q. Mashina haqida, narxlari haqida, rastamojkalari haqida bilmoqchi bo'lsanglar, bemalol kanal adminlariga bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa O'zbekistonga bir oy ichida yetkazib beramiz. Rahmat hammaga.